Sizda qolgan? Mani esimda Toshkentda o'qib, kankulga borganimda siz Men uyingizga endi borardim. Farg'onada, siz Ha. Toshkentda o'qirdingiz. O'shanda uyga borganimda siz oldingizga borardimda, menga shu xo'jayiningizdan borgan SMS ko'rsatgansiz. Unda to'ylaringiz bo'lmagandi. Ha, to'yda olib Qarang, telefon sovg'a qilgan ha, bo'lganlar. Oddiy telefonda u paytlar hozirgidaqa rangli rasmlar bo'lmasdi. Oddiy telefonda ham ro'molli qizni rasmini yuborib, Nodiraxon deb yozgan ekan. Qarang, xo'jayinim shunaqa SMS yozib boribdilar deganingiz. Ha, o'sha. O'shanda sirlashgandik. O'sha esimda turadi doim. Mani eng esimda qoladigan ikkita holat aytaman. O'zi bitta dedim, lekin ikkitasini aytgim kelyapti. Bo'ldi. Maktabimizda mingta o'quvchi bo'lsa, ichida eng chiroyli raqsga siz tushardingiz. To'g'risi, yig'lab edim. Atlas ko'ngilida mamnaqalariga Nodira begimni duralaridan bog'lab sumbulaga 4-sinfda lineykada raqs tushgansiz. Voy, shunaqa hozir eslasam etlarim yishib ketadigan raqs bo'lgan. Bu bittasi. Yana bittasini aytay. Mayli, ayting. Yana bittasini aytmasam bo'lmaydi. U paytda biz qishloqda yashaganda hammani uyida sigiri, qo'ylari bo'lardi. Kuz sari xashak degan o'sha o't bo'lardi. O'shani endi jo'xorlari terib olinib, hozir mana ko'cha tomi qiladi, Toshkentda go'ja deysizlar. O'shan tanasi poyasidan ming voq kelgan uyimizga. Gulsanam yana bitta Muhayyo degan sinfdoshimiz, men uchalamiz bizni kelgan ming voq poyani toshib ertalabdan kechgacha yakshanba kuni polni devorlarga tikka qilib chiqqanmiz. Onam haligacha eslaydi. Uchovinglar молодец. Chunki u mingtani bir kunda 3 ta odam olib kirishi вообще katta kuch kerak bo'lganda, o'shanda siz yonimda bo'lgansiz. Eng og'ir kunlardan biri. Yonimda bo'lgan ekan. To'yingizga borganim eslayman. Yana bittasi, men Gulsanamlar uyiga borardim. Gulsanam akasi katta rassomlar, Dilshod aka. Dilshod aka nima, Gulsanamni bitta tarelkaning ichiga rasmini chizgan bo'lganlar. Har uylarga o'ynagani borganimda o'shani olib chiqib maqtab ko'rsatardi. Sindirib qo'ymagan ekansiz. Mana senga. Har safar borganimda ko'rsatardi, aytardim. Hozir Gulsanam ketib o'sha rasmni ko'rsatardi. Kimga yoqib baxt chirog'ini, kimga tutib ishq. Shunaqa gaplarni eslab bizu Qizajonlar, men oldingizga o'rtog'imni tanishtiray, balki tanishtiray desam uyat bo'lar. Sababi ko'pchiligimiz Gulsanamni juda yaxshi bilamiz. Sababi biz hali Instagramda yo'q paytlarimizdan Gulsanam katta ssenariydagi kinolar deymizmi, nima deydi? Otalar so'zi rollarda, rosa televideniyada ishlagan bo'lganlar. Chunki diplomli aktrisa, undan tashqari magistraturada jurnalistikada o'qigan. Meni sinfdoshim, biz qishloqda bitta maktabda o'qiganmiz, bitta sinfda bitta partda o'tirib katta bo'lganmiz. Mana taqdir taqozosi bilan hozir ikkalamiz ham Toshkentda yashayapmiz. Yana ko'p jihatlari, xislatlarini aytadigan bo'lsam, Gulsanam Instagram olamiga kirib kelganlar. Hozirda mana yana xonimlar akkauntini yurityaptilar. Profillariga kiringlar, profillarda shunaqa ibratli videolarni joylanglar va tez kunda bizani ikkalamizdan zo'r ibratli videoni ham kutinglar.